Hürmetli vatandaşlık siyerlerimizi davamlaştırırız. Bugün çizdiği 2023 yılı 12. ayının 29. günü hafta cuma. Vatandaş yukarıda görüp öttük, anda vaziyet doğrusu toxtaldık. Hazır Amerika'da saylam, hem de Tayvan'da saylam, kiler yıldan başlap. Hazır Tayvan'daki saylam qatını gönderdük, Yaponiya, Jungo, Amerika Qo'shma Shtatlari hammasi qiziqyotidi. U burun saylam davridagi saylamlar o'xshamaydi, Tayvandagi saylam hozir. Endi hozir Amerikadagi saylamga qarasak, vatandosh hozir bu saylamga sobiq prezident Donald Trump nomzod bo'lib tushdi. Cumhuriyetçiler Partisi. Anda navbatdagi prezident Joe Biden nomzod bo'lib tushdi. Demokratlar Partisi. Saylam bir yıl davamlaşıdı. 11. ayda bilet taşlaydı o vatandaşım. Az şu jarayonda mesela bizden aytganda özümüzden orunda ne aytganda mesela bir ko'ngil bo'lganda Amerikada kim prezident bo'lib saylanadi ve bu prezidentlar qanday siyaset yurgizadi degan masala. Şu meselenin aslida Uyg'ur meselesi, Uyg'ur kishilik huquq meselesi ve navbatdagi ikki sobiq prezident Donald Trump ve növbətik prezident növbətik prezident Joe Biden iki prezidentin davrida Uyg'ur meselesinden qanday taraqqiy qilib kelganligi sizlarga, bizga hammamizga ayon vatandoshim. Masalan, Donald Trump Republikan Cumhuriyetçiler Partisi davrida 2020 yılı 6. ayının 20. gün 17. günüde Uyghur siyaset ve kişilik huquq qanunuga imzo qo'ydi sobiq prezident Donald Trump. Shundaqla 2021 yılı 1. ayının 15. günü şu vaqtki sobiq davlat majlisi 1. ayının 15. günüde Uyg'urlarni bostirishni Xitoy hukumatining dedi ki bu qirg'inchilik dedi vatandoshim. 1. ayının 19. günü kelganda Cumhuriyetçiler Partisining Prezidenti Donald Trump'ның, sobiq prezidentning, sobiq davlat ishloqoti ve Mike Pompeo Uyg'ur qirg'inchiligi deb jakarladı bütün dunyoga vatandoshim. Shundan keyin Oqsaroyga kirdi, yangi saylamdan chiqqan prezident Joe Biden. Shundaqla prezident Joe Biden davlat ishloqoti ve Antony Blinken avvalgi hukumatning Uyg'ur to'g'risidagi qaroriga to'liq varislik qildi vatandosh. Bu aldığımız ötüp ketken 3 yıl desiniz Amerika Qo'shma Shtatlarining navbatdagi prezidenti Joe Biden Oqsaroyga kirgandan keyin Uyg'urlar to'g'risida izchil, balki tartibli ishlab keldi, davomlashtirib keldi. Yani shunday kuzatganda qarasak vatandoshim, prezident Joe Bidenning xizmat ishlash usuli bilan solishtirsak, masalan, sobiq prezident Donald Trumpning Prezident Joe Biden'ın hizmet işleş usulü eğri beşik, temkin ve tertiplik. Tertiplik degende nemin tutumuz, köz tutumuz degen bu özümüzden tili bile ispatlavatımız var bunu vatandaş. Yani bunu siyasi ibarlar, siyaset sahasında qanday ifadeleydi onu bilmeyimiz. Tertiplik degende kadem geldi. Bunun en adli bir misalını ben size görüşteyim vatandaşım. O misal ne desiniz? 2022 yılı 5. ayının 23. günü Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden Tokyoga davlat ziyarati bilan Tokyoga yetib keldi. 23. günü 5. ayının 23. günü. Dal shu kunda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq komitetining valiyligining valisi Barchilat xonim Urumchiga yetib keldi vatandoshlar. Gördünüz mü? Tertip manda uğurlaştırıldı. Mesela Prezident Joe Biden için aytganda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın işi o ayrım iş. Biroq Amerika Qo'shma Shtatlari bu qudratli davlatning Birleşken Devletler Teşkilatı'ga ko'rsatadigan ta'siri yo'q degili bo'lmaydi. Biroq kundalik xizmatlarni Amerika Qo'shma Shtatlari bajarmaydi vatandosh. Biroq mushundaq o'xshash yoki mushundaq o'xshashlik yoki mushundaq bir tartib ichiga tushib qolish. Masalan, shu vaqtda prezident Joe Biden siyosatining Hind Tinch okean siyosati, Hind Tinch okean siyosati markazida o'rinda turgan davlat Yaponiya
Yaponiyani ziyorat qilish va dal shu vaqtda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq komitetining valiyligi Barchilat xonimning Urumchiga tushganligi, kishilik huquq bilan Urumchiga tushganligi bu bir oddiy ish emas vatandosh. Buni yig'ib aytganda Amerika Qo'shma Shtatlari Prezident Joe Biden hukumatining Uyg'urlarning kishilik huquq ko'ngil bilish darajasi bilan o'lchaymiz buni vatandoshlar. Masalan, buni yana ilgirlab plan qiladigan bo'lsak, so'zlaydigan bo'lsak, bu yil 11 ayning 14-18 kunigacha Prezident Joe Biden bilan Jungoning raisi Xi Jinping munosabatlarni tangshash, jiddiylikni pasaytirish masalasi bo'yicha San Fransisko suhbati o'tkazdi. Onda ayon bo'ldiki, Jungo masalan jamoat xavfsizligi qarmog'idagi qaysi bir shirkat institutni embargo qilgan Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati, ya'ni Prezident Joe Biden hukumati bu embargoni bekor qildi. Biz afsus dedik vatandoshim. Chunki men Xitoydagi ilgarlikka diqqat qiling, shu embargoni bekor qilish uchun Xitoy Fentanyl Pentayni degan dori ko'milichi yoki dori zaharlik doriga bu ishni to'g'rilab qo'ygan gap vatandosh. Chunki davlat majlisida va Amerikada jiddiy masala bu Pentanyl yoki Pentayni dorisi jiddiy masala. Har yili degidek qancha minglagan Amerika fuqarolari shuni bilan vafot bo'layotgan intayin yirik masala bu vatandosh. Shundaq vaqtda Prezident Joe Biden mushundaq yo'l qo'ydi Xitoyga masalan aytayli. Chunki bosh tema munosabatlarni yaxshilash, ikki davlat o'rtasidagi jiddiylikni pasaytirish, ondan harbiy aloqa munosabatlarni kuchaytirish va asliga keltirish degandek mushundaq muhim temalarning ichida vatandosh. Biz bu yerda qaytib chiqaylik avvalgi 3 yillik siyosatni, Prezident Joe Bidenning tashqi siyosatini aslab bilgan bo'lsak vatandoshim, masalan siz biz qarapayim tilni ikki davlat munosabat normallashdi, bundaq vaqtda bu gaplarni eg'iz olmas kerak edi. Biroq siz shuni qaraysiz, endi Tinch okean rayonida nima Hindiston, Yaponiya, Amerika birlashib qurilgan mudofaaga oid yoki shu rayonning tinchligi mukammalligiga muqimligiga bog'liq siyosatlar mush yil ichida tamomlandi. Andan Angliya, Avstraliya, Amerika munosabatlari bu Ulug' okean yoki endi Tinch okean rayoni to'g'risidagi bu munosabatlar tamomlandi. Masalan, Germaniya, Angliyaning harbiy parxodlari mush 3 yil ichida bir qatimdan bu endi Tinch okean rayoniga kelib ketdi. Mushlarning hammasini strategik nuqtadan aysangiz Jungoga yetib kelayotgan tahdid va Jungoga popoza degan gap vatandosh. Har qanday popoza xarakterli siyosat va tahdid xarakterli siyosat shohamon ijro qiladigan siyosat degili bo'lmaydi buni vatandosh. Ana strategik umumiylik nuqta nazardan aytganda o bir xil tahdid, bir xil popoza. Hammasini darhol ish qo'ydigan ish degili bo'lmaydi. Lekin bu mumkinlikmi yo'q degili bo'lmaydi. Bu mumkinlikmi, yo'lga qo'yish mumkinligimi yo'q degili bo'lmaydi shoma. Bu siyosatlar bir qatlamda shundoq tuziladi, yana bir qatlamda tuvandagidek tuziladi, yana yo'l qo'yish xarakterli tuziladi va ilgirlash, texmi qadamma-qadam ilgirlash xarakterli tuziladi. Shu qatorda anda Jungoning jamoat xavfsizligi munosabatlik bir institutni embargo qilishni bekor qildi. Shundan keyin biz sizlarga tanishtirdik, kuchab ketmadik. Nihoyatda oddiy tabiiy holda tanishtirdik. Sabab nima? Masalan, Prezident Obama davridagi yuqori darajalik amaldor Ivan Madras nimada 15 kun. Deganda 15 kunga bormadi u. Amerika Jungo munosabatida yani izchillik, Amerikaning Jungo qaratgan tashqi siyosatidagi izchillik faqat 10 kunmi, bir haftami shirin oy degan narsa mavjud bo'la bo'lmaydi. Tugadi vatandosh. Endi oxirgi hisobda men tungi so'zliq sizlarga 12 ayning 22 kuni Prezident Joe Biden hukumati
Amerika Devlet Meclisi ma'qullagan 2024-yillik Devlet Müdafiasiga huquq berish qonun loyihasini imza koydu, resmi kanunga aylandı vatandaş. Türkün şu an nemi dedik? Bu dadıl söz deyimiz, hem de bu kanunga aylandı dep. Dadıl söz deyimiz dedik, onun nemi dedik? Başka geplerini koyup duraylı ya. Düşman devlet, Cungo. Düşman devlet Katar'daki düşman Raila Hong Kong. Çünkü hazır Cungo Kompartiyası giderçiliği de Hong Kong degen. Anandikin düşman Raila Macau. Omen. Bundak aşkar koyulmaydı ki vatandaşım. Mesela alaylı 14. günü 11. ayının münasebetlerini yumuştumuz. 12. ayının 22. günü kelgende ciddi halda düşman devletke ayrıldı Cungo. Ananga Cungo karşı bayanat ilan kıldı. Onu mesela görsettik. Benim bir ta'kidleydiğim Prezident Joe Biden sistemlik, tertiplik işlep geldi. Hem diyen gepini icra kıldı. Mesela Uygurlar doğrusu sözünü icra kıldı. Ötkende dedik ki tamojnik organları ve çigra qoqdaş kısımları Xitayning nurg'un şirketlerinin, malçaklarının hemmisini tamojini tutup kaldı. İcra kıldı. Az baş nemi dedik? Stratejilik tehdit ve stratejilik popuza bu başka gap. İcra kılış bu başka gap. Lekin Prezident Joe Biden muş kılıman degan işlerinin hemmisini kılıp geldi. Tertiplik işledi. Dedik vatandaşlar. Endi hazır dünyanın vaziyetine başta görüp öttik. Hazır Amerika duç kelgen mesele Kızıl Deniz meselesi. İsrail'e Hamas meselesi, Ukrayna meselesi vaziyeti yoki sirliq bir jarayonga kirdi dedik tunugun. Endi bunun kelar yildagi boshlanishi qanday qiladi? Rossiya tajovuzchi, Ukrayna tajovuzga uchragan davlat kelar yildagi taraqqiyoti qanday bo'ladi? Endi bu konkretaga chunki jang bo'layotgan davlat da Ukrayna. Endi siz biz qarab turadigan nuqta mana shu. Hozir g'ayri tungilarda so'zildik, taqtiliq so'zlayaldik bilmadik. Hozir bu üç tarafning maydoni, Yaponiyaning maydoni nima, Tayvan to'g'risidagi saylamda, Amerikaning maydoni nima, Tayvan to'g'risida saylamda nimalar deyish kerak, nimalarga diqqat qilish kerak, bu konkretlik o'tirg'i chiqmadi. Çünkü bunun qanday taqabul düşürür. Men başta vaziyet doğrusu aytdim go, hozir dunyoda mushu vaziyet oldida 4 rayonning, dunyoning 4 rayonining vaziyetiga Amerika devlet prezident Joe Biden hükümeti dikkat qilayotgan ve dikkat qilmasa bo'lmaydigan mushundaq vaziyet aslida Cungo ilgarilayotidi. Masalan, Filippinga popuza kuchayyotidi. Hozir başta aytgandek birinchi liniyani egallamoqchi bo'layotidi. Yaponiyani bu birinchi septi chekindirmoqchi bo'layotidi. Desangiz, Cungo Kompartiyasi bir tavakkalchilik qarabmaganda qanday? Endi Filippinning voqeasi, Filippin dengizi taraqqiy qilib qayerga bordi. Masalan, bunda qaraganda Filippin bu voqeani cho'ng'aytmaydigandekdir sabab hozir dunyoda butun atrofda ziddiyat. Shunda turgan vaqtda anaga to'pilib Filippin keladigan bo'lsa, bu vaziyat texim murakkablashib ketadi vatanishim. Shun xulosam bugun saylam to'g'risida gap qildim. Men shaxsan o'zimning maydondan aytsam, prezident Joe Biden'ning yana bir qatim saylanishini umid qilaman vatandoshim. Balki prezident Joe Biden yana bir qatim saylanib Amerikaga prezident bo'ladigan bo'lsa, bir tutash masala, bir tutash hal bo'lishi mumkin. Hal bo'lib ketishi mumkin. Mayli Uyg'uriston masalasi, mayli Tibet masalasi, mayli Tayvan masalasi degan masala bir tutash e'lon hal bo'lib ketishi mumkin. Bunun sababi nima desangiz, hozirgacha bo'lgan arliqda, masalan, o'rtalikdagi prezident George W. Bush sobiq prezident davrigacha bo'lgan arliqda har bir prezident Amerika Qo'shma Shtatlarida vazifa o'taganda dunyoning har qanday joyida bir millat mustaqil bo'lib, mustaqillik jakarlab keldi. Bu udum bo'lib kelgan edi vatandosh.
O eslep baksanız hemini köreleysiz. Mesela Türkiye'ninki Kosovo, mesela Türkiye'ninki yani nime'liki Indonezya'nın müstemlikisi. Boğan keyin Soxatova müstakilligini berip etken rayon. Gostap'nın devleti. Aşılarına hemmisi birbirlep kendi müstakil bulup geldi. Her bir prezident vazife ütügende dünyada çokum bir özgürüş yüzmedi vatandaş. Yani şu hazır bu qatamqı saylandı prezident Joe Biden'ın ütövelişini, galbi qilishini şahsen men tileyme vatandaş.